Forslar falan o'qishga kirganman. Vizalarim chiqqan, 17-kunga bilet olingan. O'sha kuni ham siz bilan gaplashgan edik. Shuning uchun men ketayotganimda endi moliyaviy yordam. Sen qancha pul kerak? Ochma ketishingga. Ayt, ochma, qancha pul kerak? $1000 bir yarim. $1000 beradi. Bugun senga olib beradi. $1000 qo'ying. Shuni mo'maga ishladimi? Ha. Vaqtga zo'r bu. Xo'p. Qalaysizlar? Maza yaxshimi? Bular kelajagimizda. Ishlar, men haqim emas. Men tadbirkor sifatida sizlarga görüşmoqchiman. Akalaring. Bunday o'tirgan qadar odamman. Nima muammolaringizni bemalol xuddi boshlaringdek bemalol savollaring bor, boshqa bormi? Gaplashaylik. Hech bo'lmasa 10 ta odamni, 20 ta odamni ishlatsak, boshlasa, Men Qurbonov Fahmidulloh, Qo'shtegirmon qishlog'ida. Men hozirgi sizni olishga kelishdan maqsad tadbirkorlik yo'nalishi bilan shug'ullanmoqchiman, chorvachilik. Shukurlar qo'y arzon, to'g'ri debsan. Examinlar agar o'tsalar, eng ko'p savollar beradi. Shu examin o'tasalar, kelishing. Bolgariya davlatiga ketmoqchiman. Ham ishga, ham o'qishga. O'shanga moliyaviy yordam so'rayman. Sen bir yil ishlab, qo'ling sabr kasb o'rgansan, yaqindan tilni bilasan. Eshit to'g'ri. Sen borasan, na malakang bor, na tilni bilasan. Sen o'sha ishni joyga 6-8 oy ishla shu joyga 3 millionlik berasiz. Bu degani 10 oyga 30 million degani. Plus bir soat tilni o'rgansan, aytib baqaring o'qishga. Marhamat tayyor bo'l. Asli olinglar, ilmni olinglar, yakka-oddiy o'zlarishi kerak. Ish qilinglar, halol topsashaylik. Tushuninglar. Joylashasiz. Nima demek ashib bersan? Qizim, 3 kun ishga bo'lmasa, yoshda yetakchi bo'lib, aqllisan. Aqllisan. O'qinglar, tilda o'yinglar, tilni bilib